Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Go'zal kunning go'zal malikasi Dilbarxon Hojonajon, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat. Salomat bo'ling hamisha. Biz sizni shunday xursandchilik kuningizda bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Boringizga shukronalar. Avvalambor mana shunday muborak kunlar, qutlug' ayyomlar, tavallud kuningiz, shukronalik ayyomingiz sizga muborak bo'lsin. Rahmat, mayli. Hamisha yaqinlar, ardog'ida farzandlar hurmatida bo'lib yuring. Hamisha sevib, sevilib, gul kabi ochilib yuring. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasida sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotda sizni tabriklab qo'yish maqsadida biz bilan bog'langan yaqin insoningiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dildan chiqqan dilnomalarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishlari mumkin? Ha, shu qizlarim bor, 3 ta qizim, 3 ta o'g'lim bor, nabiralarim bor. Shulardan bittasi bo'lishi mumkin-da. Mashalloh, shunchalik sevimli, qadrli ekansiz. Aynan qaysi bir qizingizdan kutgan bo'lardingiz? Shaxsan. Men eng sevimli qizim Dilorom. Mashalloh, muhabbatingiz hech ham adashmadi, qalbingiz hech ham adashmadi. Sizni dunyo qadar yaxshi ko'radigan, mening mehrbonim, tanhoyim qirolicham deya e'zozlab yurguvchi kelin qizingiz Diloromxon, o'g'lingiz Sherzodjon, nabirajoningiz nomlaridan ajoyib tabriknomalar bor siz uchun. Ijozat berasizmi? Oyijonimga deya yozilgan ajoyib tabriknomalarni qabul qilib olasizmi? Mayli, rahmat sizga ham Feruza Bonu. Rahmat sizga ham tashakkur. Hurmatingiz ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum chiroyligim. Yuzlari nurligim, qo'llari duoligim, duolari ijobatligim. Onamdek eng aziz insonim, mehribonim oyijonim. Men sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, oyijon 18 yoshingiz bilan tabriklayman. Farzandlari uchun jonni fido, hamisha bolam deb yashagan, haligacha biz uchun mehnatda, mashaqqatda bo'lgan, bizdan o'tib nabirajonlar dardida, baxtida ovora bo'lgan Parvonam, Giryonam, endi go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Tabassum yarashgan oyijonim, shodlansak quvongan oyijonim. Ilohim dunyo turguncha turing. Bizning baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'ling. 100 yoshingizda ham yuzimizni nuri, uyimizni fayzi bo'lib yuring. Rohatimizni faqat huzurlarda ko'ring. To'ylar qilaylik, o'zingiz bosh bo'ling. Davralarni to'rida ham faqat sizlar yarashasiz. Dadajonim bilan savlat tekib turing. Men esa xizmatingizda bo'lay. Labbay xo'p deb oyoq qo'lingiz bo'lay. Betakrorim oyijonim, bebahoyim oyijonim. Doimo baxt bilan yashang. Xursand, xushvaqt yashang. Xonadonimizni qirolichasi o'zingiz-ku, e'zozda, e'tirofda yashang. Sizlar bilan biz davlat deymiz. Siz yonimizda ekansiz, biz savlat deymiz. Men sizga havas qilaman. Sizdek mehribon, beg'ubor qaynona bo'lishni orzu qilaman. Kelinlar ichida eng yomoni, eng erkasi, eng sho'xi o'zimdirman. Lekin siz yagonasiz. Siz mukammal onalarning sultonisiz. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho, o'xshashi yo'q mening onamning. Chiroyidan osmonda oylol, bahor ta'zim aylaydi xushhol. Yo'qdir shunday sohibi jamol, o'xshashi yo'q mening oyijonimning deya mana shunday go'zal nomalarni go'zal kelin qizingiz Diloromxon nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mana shular yaxshi xabarlarni bizlarga yetkazib o'tiribsizlar. Ilohim sizlarni ham Allohga o'zi qo'llab quvvatlasin. Kelinim ham sog' bo'lsin. Men Allohdan so'radim qiz, lekin hay Xudoga shukr 3 ta o'g'il berdi. Allohimga behisob shukr. Lekin 3 ta kelin qilim, 3 ta kelinim ham qizlardan ham yaxshi. Ilohim shular sog' bo'lsin. O'g'illarimdan ilohim qo'sh chaqarib, mana shu farzandlarning rohatini ko'rib, bular ham bizga o'xshagan hojatda bo'lib yursinlar ilohim. Hamisha ularni ilohim xizmatida bo'laylik, ilohim sira yomon kunlarini ko'rmaylik. Ilohim, demakki siz o'zingiz yaxshi qaynonasiz, demakki armon qilmaysiz shunda, to'g'rimi qizlarim yo'q deb? Sirra armon qilmayman. Eng yaxshi baxtli ona ekanim, shuna yaxshi kelinlarni Alloh menga berdi. Ilohim Allohimdan hamisha roziman. Mana shuna yaxshi o'g'illarim, nabiralarim ardog'idaman. Xudoga shukr yaxshi xo'jayinim bergan. Allohimga shukr qilaman shu uchun.
Mashallah. Ilohim baxtlarga sog' va salomat bo'ling. Rohatlarni ko'rib, sevib, sevilib, e'zozda yashang. Mana shunday xursandchilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Kelinjonlar xizmatingizda tursin. Mehribonlar, sevimlilar ardog'ida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, katta rahmat sizlarga ham. Sizlar ham mana shu xo'jayinlaringiz bilan bu farzandlaringiz rohatini ko'rib, ilohim bizlarga yoshligan hojona hojota bo'lib, hamisha elni ardog'ida bo'lib yuring sizdan Feruzabona. Ilohim, rahmat go'zal duolar uchun. Tashakkur. Salomat bo'ling yana bir bora. Ilohim rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Ilinglar bitiramiz. Rahmat.